Har yili minglab talabalar Janubiy Koreyani o'qish uchun tanlashadi va buni sababini tushunish qiyin emas. Chunki Koreyada talabalar zamonaviy, toza yotoqxonalarda yashashadi va ular tezkor internet, qulay sharoitlar va xavfsiz muhit bilan ta'minlangan. Universitetlarda yuqori texnologiyali sinfxonalar, shinam kampuslar va 24 ga 7 ishlaydigan kutubxonalar mavjud. Ta'lim sifati yuqori va hayot tarzi ham shunga mos. Darsdan tashqari ham hayot juda qiziqarli. Koreya shaharlari toza, zamonaviy va har doim harakatda. Talabalar kechki vaqtlarda kafelarda uchrashishadi, klub va to'garaklarda qatnashishadi va butun dunyodan do'stlar orttirishadi. Transport esa eng yuqori darajada, qulay, tez va sizni istalgan joyga olib boradi. Xoh u darsga bo'lsin, xoh kechki nonushtaga. Eng muhimi, Koreya diplomi nafaqat Koreyaning o'zida, balki boshqa ko'plab mamlakatlarda ham siz uchun bir umrga tatigulik imkoniyatlar eshigini ochadi. Bunga erishish uchun sizdan yuqori IELTS balli yoki katta bankshot talab qilinmaydi. Xullas, Koreya har bir student orzu qilishga arziydigan davlatlardan biridir. Sizni Koreyaga borishingizga esa hozirgacha 4,5 mingdan ortiq o'quvchilarni Koreyaga yuborgan Unique Consulting yordam beradi. Agar siz ham Koreyada o'qishni istasangiz, bizga hozirning o'zida murojaat qiling.